Assalomu alaykum. Xonadonga noldan samarali bog' tashkil qilish darslarimizni davom ettiramiz. Xudo xolasa, bugun 4-dars zarur bo'lganda shpaler va tomchilab sug'orish tizimlarini o'rnatish. Endi bu shpaler, tomchilab sug'orish deganda vahimaga tushmas kerak odam. Endi har doim ham bu narsalar kerak bo'lmaydi bizga. Endi ba'zi holatlarda biz ekadigan ekinimizga qarab, navga qarab, o'sha payvandakka qarab bu tizimlarni olib kirishimiz zarur bo'lib qolishi mumkin. O'sha bo'yicha xudo xolasa dars qilamiz. Endi shpaler tizimi deganda nimani tushunamiz? Shpaler deganda 3 metr, 3,5 metrli beton ustunlari bo'ladi, yo temirdan qilsa ham bo'ladi. O'sha ustunlar yerga qoqiladi. Har 5-6 metrga bittadan qoqiladi-da. Masalan, 1 metr yer tagida bo'ladi, 2 metr, 2,5 metr yer betida bo'ladi. O'sha ustunlarga keyin 4 qatordan 6 qatorgacha zaruratga qarab sim tortiladi-da, bizning ekinimiz o'sha simlarga boylab o'stirishimiz kerak bo'ladi. Endi shpalerga bo'lgan ehtiyojimizga qarab ekinlarimiz 3 turga bo'linadi. Shpaler tizimi o'rnatilishi shart bo'lganlari, shpaler tizimi bilan ham shpalersiz ham o'stirsa bo'ladiganlari, keyin umuman shpaler kerak emas bo'lgan ekinlar. Xudo xolasa mana shu 3 ta tur haqida gaplashib o'tamiz hozir. Endi birinchisi shpaler tizimi o'rnatish shart bo'lgan ekinlarimizga bu M9 karli payvanddagi olmalarimiz kiradi. Ular o'zini g'o'dasini ko'tarib tura olmaydi, mevalari bilan birga ko'tarib tura olmaydi, yerga qulashi mumkin. Shuning uchun simga boylab o'stirishimiz shart. Ikkinchisi uzumlarimizda. Endi uzumni yerga yotqizib o'stirishni tasavvur qila olmaymiz. Chunki hosili sifatsiz bo'ladi, yuqori hosildorlikka erisha olmaymiz. Shuning uchun shpaler tizimiga boylab o'stirishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchisi shpaler tizimi bilan ham shpalersiz ham o'stirsa bo'ladiganlar bu yarim pakana olmalar misol bo'la oladi. Yarim pakana olmalarni shpaler tizimida masalan 3 litr qilib tarbiyalashimiz mumkin. Yaxshi hosildorlikka erishamiz, foydali bo'ladi. Lekin shpalersiz ham misol uchun 1 litrli qilib turli tarbiyalash usullari bor. O'sha usullarda o'stirsak yaxshi hosil ola olamiz, xudo xolasa. Yoki noklarimizni, bex payvanddagi noklarimiz, misol uchun bizni begovatda shamolli joylarda og'ir yuk bilan silkinganda sinib ketishi mumkin shoxlari. To'g'ri boshidan to'g'ri tarbiya berilmasa, o'sha daraxtga shoxlari qalinlashtirib, o'zini g'o'dasini ko'taroladi, mevalarini ko'taroladigan qilib shakl berilmasa, misol uchun sinib ketishi mumkin shamolda. Shuning uchun biz simlarga boylab shoxlarini mustahkamlab qo'ysak, bemalol o'zining gavdasini o'sha mevalari bilan hammasini bemalol tutib tura oladi. Lekin boshidan yaxshi qarasak, daraxtga shakllantirib hamma kesishlarini o'z vaqtida amalga oshiradigan bo'lsak, simsiz ham bemalol o'stirsak bo'ladi, xudo xolasa. Endi bu ikkita shpaler bilan o'stirsa yuqoriroq hosildorlikka erishsak bo'ladi. Shpalersiz o'stirganimizdan ko'ra shunga ham e'tibor berish kerak. Endi hamma cho'ntagidan kelib chiqib, o'zining vaziyatidan kelib chiqib ish qiladi. Endi 3-turi shpaler umuman kerak bo'lmaydigan ekinlarimizga bu tez o'sar payvanddagi hamma mevali daraxtlarimiz kiradi. Olma, nok, bexi, hammasi. Masalan, shaftoli, giloslarni umuman shpalerga bo'ylash tavsiya qilmaymiz. U qanchalik katta bu vaza shaklida keng joyda egallab o'ssa, shunchalik mevalari ko'p bo'ladi. Ularni ham tavsiya qilmaymiz shpaler tizimi bilan. Endi tomchilab sug'orish tizimiga keladigan bo'lsak, tomchilab sug'orish tizimi ham har doim bizga kerak emas, shart emas. Endi zarur bo'lgan paytlari bo'ladi tomchilab sug'orishda. Endi kichik yer maydonlariga intensiv bog' qiladigan bo'lsak, o'sha karli payvanddagida M9 da misol uchun olma ekadigan bo'lsak, tomchilab sug'orish o'rnatishimiz kerak. Chunki ildizlar yuqorida bo'ladi, ko'p chuqurga ketmaydi. Har doim yuzaki tez kam sug'orib turishimiz kerak bo'ladi. Bu ariqdan buni sug'orishini, suvga bo'lgan talabini qondirishimiz juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun osongina tomchilab sug'orish o'rnatishimiz kerak. Endi shuncha shpaler tizimlari har xil, masalan, zo'r payvanddagi olmani olib kelyapmiz, qimmat narxga ko'chatlar sotib olyapmiz, hammasini cho'tka qilgandan keyin
tomchilab sug'orishda ham o'rnatib qo'yish hech qancha bizga mablag'ga tushmaydi. Shuning uchun buni ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Agar intensiv bog' qiladigan bo'lsak, shpalyer va tomchilab sug'orishni xarajatlar ro'yxatiga qo'shishimiz shart bo'ladi. Ikkinchi, misol uchun suv taqchilligi yuzaga keladigan joylarda, masalan, yer tagidan suv chiqaradigan bo'lsak, yer osti suvlaridan nasos bilan, motor bilan suv chiqaradigan bo'lsak, tomchilab sug'orish o'rnatishimiz kerak. Misol uchun, qumloq yerlarda suv tez shimilib ketadi yer tagiga. Bizga suv va energiyani, elektr energiyasini tejashimiz kerak bo'ladi. O'shanda tomchilab sug'orish yaxshi. Masalan, bitta ariqni suv bilan to'ldirganimizcha butun yer maydonimizni tomchilab sug'orish tizimi bilan o'sha vaqt ichida sug'orib bo'lamiz. Masalan, 1 soat bitta ariq suvni to'ldirsak, yer tagidan chiqadigan suv bilan o'sha 1 soatda tomchilab sug'orish tizimi bilan butun, masalan, 10 sotix огородimizni sug'orib olsak bo'ladi. Masalan, 10 ta ariq sug'ormaymiz-da, 10 soat ishlatmaymiz motorni, 1 soat ishlatamiz. Конечно, elektr energiyasi tejaladi bunda. Endi shpalyer bilan tomchilab sug'orish tizimi o'z-o'zidan ko'p xarajat talab qiladi bizga. Boshdan rejalashtirishimiz kerak. Misol uchun biz bog'ga ketadigan mablag'larni boshida yozamiz hammasini, ko'chatga buncha, yer tayyorlashga buncha, o'g'itga buncha, hammasini. Misol uchun biz o'shanda o'ylashimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu men tanlagan ko'chatga shpalyer kerakmi yo tomchilab sug'orish o'rnatishimiz kerakmi? O'sha narsalarga ahamiyat berish kerak. Boshida hisob-kitobda hammasini inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Keyinchalik qiynalib qolmaslik uchun. Misol uchun bitta tanishim bor edi. Men Karlik uyda ekanman, olma dedi-da, o'sha M9 da olmalar ekib qo'ydi. Oradan 2 yil o'tdi. O'sha yili tomchilab sug'orish o'rnatish kerak bo'ldi. Men aytdim unga, tomchilab sug'orish o'rnatish kerak bunga, usiz bo'lmaydi dedim. Keyin yana keyingi yil qilib olaman dedi-da, keyingi yil qila olmadi keyin. O'z-o'zidan orqaga ketdi, daraxtlar o'sishi, boshqasi hammasi o'sha 2-yildan meva olish kerak edi aslida u. Lekin 3-yilda ham bitta ikkita so'lib qolgan meva oldi xolos, boshqa hech narsa ola olmadi. O'shaning uchun hammasini rejalashtirilishi kerak. Karlik uylarda обязательно 1-yildan tomchilab sug'orish o'rnatilishi shart. Endi yer maydoningiz, misol uchun, albatta men sizlarni mukammal qilib bog' qilishlaringga qarshi emasman. Eng zamonaviy payvandaylarda, eng zamonaviy navlarda ishlashga qarshi emasman men. Faqat o'sha cho'ntagimizga qarab rejalashtirishimiz kerak hammasini. Biz 10 sotik yerimiz bo'lsa, hammasini 1 yilda bog' qilib olishimiz shart emas. Birinchi bir qatordan boshlanglar mana. Bir qator o'sha olmami, nokmi, eng zamonaviy navidan ekinglarda o'sha bir qatorga shpalyer o'rnatinglar. O'sha bir qatorga tomchilab sug'orish o'rnatinglar. Keyingi yilda yana cho'ntagimizni daromadga qarab 2-3 ta qator sekin-sekin qo'shib boraveramiz. Shoshilish kerak emas. Birovdan qarz olib qo'yib, kreditni olib qo'yib, uni to'lolmay yurib qiynalish kerak emas. Chunki bog' sirazi o'sha ekkan yilingizning oxirida bizga foyda qilib bera olmaydi. Misol uchun sholpol ekadigan bo'lsak, bahorda ekamiz, kuzda darhol qaytarishimiz mumkin bo'ladi qarzlarimizni. Bu 2 yil, 3 yil kamida 2 yil vaqt kerak bo'ladi o'zini rasxodini qoplash uchun. Faqat o'zimizni lishniy pulimiz evaziga qilaylik bu narsani. Qarzga, kreditga qilish o'zini oqlamasligi mumkin. Juda ham katta risk bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Beko fruit kuzatishni davom etinglar. Xudo xolasa yana davom etamiz. Keyingi darslarda ham e'lon qilamiz.